Uzoq kutilgan kun bugun sizlarga men oshxonamni obzor qilib beraman. Qani ketdik deb o'rnimdan sakrab turib uyg'onib ketsam bo'ladimi? Endi bu do'konni topmasam bo'lmaydi. Bekorga tushimga kirmagan deb yugurib Hoffman do'koniga ketib oldim. Hamma narsa ham bejizga bo'lmaydi. Bu yoqda 50% chegirma ketayotgan ekan. Yangi qurilayotgan uyimizga foydalanib, mana shunaqa texnikalarni olishim uchun meni tushimga kirgan ekan. Agar gazni tepa-pastini sotib olsanglar, vitichkasiga 50% chegirma qo'yib qo'yishibdi. Endi videoni davomini ko'ring. Men o'sha tushimda ko'rgan oshxona mana mashi bo'ladi. Hamma texnikalar bitta brenddan. Sifat va go'zallik uyg'unligi juda ham yuqori bo'lgan Hoffman brendidan. Hayotingizda bir marta bo'lsa ham sizlar ham orzu qilgansizlar, to'g'rimi? Agar videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizlar orzu qilgan texnikalarni ham ko'rsatib o'taman. Kelin poshsha ishlik ulgurmayotgan bo'lsangiz, bu sizga yangi kelin bo'la oladi. Qaynonajonlar uchun oyog'idan o't chaqnaydigan kelinlarni ham shu do'kondan topsanglar bo'ladi. Xullas bitta gap bilan aytganda, zoti toza, qo'l oyoqlari chaqqon, tili jag'i yo'q kelinlarni hammasi shu do'konda sotilar ekan. Bu videoyimni shunaqa kelin xolagan qaynonajonlarga va kelinlarga tashab qo'yinglar. Aytgancha Hoffman do'konidan men nima xarid qilganimni video kommentariyada taxmin qilib ko'ringlar.